90% ayollar sochi nima uchun o'smayapti? Sababi bitta, chunki siz uni noto'g'ri oziqlantiryapsiz. Retseptni saqlab qo'ying, hozir sizlarga sochlar uchun eng kuchli proteinli soch maskasini beraman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 1 osh qoshiq xantal kukuni, ya'ni gorchitsa. Uni 1 osh qoshiq iliq suv bilan yaxshilab aralashtirib olamiz va ushbu massaga bitta tuxum sarig'i, 1 osh qoshiq zaytun yog'i, 1 osh qoshiq kastor yog'i, 1 osh qoshiq suyuq asal va 1 choy qoshiq limon suvini qo'shib yaxshilab aralashtiramiz va bosh terisida 1 soat davomida surib qo'yamiz. Niqob ozgina bosh terisini qizdiradi. Bu normal holat, sababi qon aylanishi yaxshilanadi. Ushbu soch niqobdan siz haftada 2 marta foydalanishingiz kerak. Sababi bu kuchli soch maskasi hisoblanadi. Ushbu niqob soch tolalariga chuqur singib, ularni oziqlantiradi, mustahkamlaydi va soch follikulalarini tez o'sishiga yordam beradi. Albatta niqobni shampunli suvda yuvishni unutmang. Yanada shunaqa foydali ma'lumotlar qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'lishni unutmang.